Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayının 10 günü kirgeç meşitkə ihtikafqa kira turgan bo'lgan. Ya'ni ihtikaf endi ul niyatlab meşitdə qalunu niyatlау. Şu vaqtda endi ul ko'proq ibodat qila, kishi ham endi Alloh taolaga yaqinaya. Ham endi Ayşe anabız ayta, Ramazan ayının so'nggi 10 kuni kirsa, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tunlarni yuqlamay edi, g'oila ahllarini uyata edi, ham endi izarini nig'roq bayli edi deya. Ya'ni shalbarin. Bunda endi shu shalbarini nig'roq bayli deganda kinaya. Ya'ni bigrakda g'ibodatda ayiruvcha tirishlik ko'rsata edi deya. Ham endi Ramazan ayının şu so'nggi 10 kunida Alloh taolo Qadr kechasida belgilagan Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ayta: "Men qama laylatul qadri imanan va ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi." Yani kimda kim Qadr kechasin iman bilan, yani Alloh taolaga ishonib, ham aning ajrine umidlanib o'tkara ekan, anga aning ilikdan qilingan gunoh xatolari kechirilir diye. Hem indi Qadr kechasine kelganda shulay Alloh Rabbimiz ayta, durustlikda biz bu Qur'onni Qadr kechasida indirdik diye. Yani Lavhul Mahfuzdan indi birinchi qat ko'kka Alloh taolo Qur'onni indira. Mana shahardaşlar bizga anlatib ketingizlar, mana bu ihtikafning diniy yoqdan ma'nosi narsani ko'z oldinda ta. Şol indi aytib ketgan edi, indi ihtikaf indi niyat bilan masjidda qalu, yani dunyodan voz kechib, ko'proq indi oxirat uchun tirishuv, shunda indi kishi amal belgili ibodatlarni qila, indi namoz o'qiy, Qur'on o'qiy, ko'proq ham indi Alloh taolaga yaqinlashishga tirisha. Ham indi ihtikaf ol shar'iy yoqdan kelganda indi aning hukmi indi Ramazan oyi ihtikafi ol sunnati muakkada alal kifaya, ya'ni niqli sunnat Peygamber sallallohu alayhi vasallam bir vaqtda uni qoldirmagan, ham indi ol jamoatga yuklangan. Agarda jamoatdan birgina kishi bo'lsa da, shu mahallaning jamoatidan birgina kishi bo'lsa da uni o'tiy ekan, ol butunisining ustidan tusha javoblig'i. Ammo bir kishida o'tamay qolar ekan, butun kishi sunnatni qoldiruvchilardan bo'la. Ham endi qiyomat kunida biz bilamiz bitinde kimda kim sünnetlerini yerine yetkirib o'tab borar ekan, Alloh taolo aning elchisine sallallohu alayhi ve sellemga shafaat etu mumkinligi beradi. Agarda biz endi undan da bosh tortamiz ekan, demak endi Alloh saqlasin, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning shafaatidan quruq qolirga mumkinmiz. Hazrat shulay anlatib ketingizlar, mana bu Qadr kechasi. Ul turda ko'p eshitganimiz bor bet, endi o'qiganimiz da bor. 1000 oydan xayrlik deb aytiladi, endi shu turda anlatib ketingizlar. Allah Rabbimiz indi aytuvimcha indi Qur'onda ayta, biz bu bir surada aytayni, biz Qur'onni deya shu muborak bo'lgan oyda indirdik deya. Ikkinchi Qadr surasida Alloh Rabbimiz ayta, biz bu Qur'onni Qadr kechasida indirdik. Ham endi anglatib ketdi Alloh taolo Qadr kechasining narsa ekanini. Ul de 1000 oydan xayrlirakdir deya. Ham shu oyda farishtalar ham ruh, ya'ni Jibril farishta Alloh taolaning taqdiri bilan, ya'ni shu bandaga 1 yillik taqdiri bilan yerga tushalar, ham bu tundi imin bo'lar hatto tong otqancha de. Alloh Rabbimiz bizga mana shunday keng rahmatini endi nasib etgan. Ham endi Ayşe anabız Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den so'ragan, ey Alloh elchisi sallallahu aleyhi ve sellem, agarda men de shu Qadr kechasini tanib olalsam, aning bitinde bor belgilari deb aytganda, misal uchun endi tinish bo'lar, tuni jilsiz bo'lar, endi itlar urmas shundayroq. Ham endi agarda men uni tanib olsam de, men narsa aytim de. Ham Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ayta, sen bunday so'zlarni ayt: ey Alloh, sen g'afu etuvchi, g'afu etuvni yaratasan, meni g'afu et deb. Ya'ni Allohumma innaka afuvun va tuhibbul afwa fa'fu anni de. Shunday so'zlarni Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'rgatib qoldirdi o'zining.